Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz sirtlarning o'zaro kesishuvi, kesuvchi, yordamchi, parallel tekisliklar o'tkazish usuli. Bu usulda aylanish detallari hamda ko'pyoqlarni o'zaro kesishuvi, shuningdek aylanish detallarining o'zaro kesishuvlarini aniqlash mumkin bo'ladi. Bu usulda demak kesuvchi, yordamchi, parallel tekisliklar deb atalyapti. Ya'ni bu yerda yordamchi, kesuvchi tekislik o'tkazadigan bo'lsak, bular o'zaro bir-biriga parallel bo'ladi. Shuning uchun kesuvchi, yordamchi, parallel tekisliklar o'tkazish usuli deb atalyapti. Mana bu yerda konus hamda prizma asosi uchburchakdan iborat bo'lgan prizma berilgan. Demak, prizma bilan konus o'zaro kesishyapti. Demak, bular o'zaro kesishish natijasida bu yerda kesish chiziqlari, qanday kesish chiziqlari hosil bo'ladi. Shu narsani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling, mana bitta ixtiyoriy kesuvchi tekislik o'tkazib ko'raylik. Faraz qiling, konusni ichidan mana konusni shu yerdan shunday kesdik. Kesganimizdan keyin yuqoridan qarasak, u yerda nima hosil bo'ladi? Juda to'g'ri topdingiz, aylana. Bu aylanani diametri qanaqa bo'ladi? Juda to'g'ri aytdingiz. Demak, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa aylanani diametri bo'ladi. Demak, biz yordamchi, kesuvchi tekislik orqali kesganimizda, demak, uning proyeksiyalari, aylanalar hosil bo'lar ekan. Demak, yuqoridan biz pastga qarab turib kesib borganimiz sari, demak, kesim chiziqlari kattalashib boradi. Endi buni bilib oldik. Endi mana konus shu yerdan, demak, biz sirtlarni o'zaro kesuvchi tekislikni topayotgan vaqtda shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Eng birinchi navbatda buning xarakterli nuqtalarini bilib olishimiz kerak. Xarakterli nuqtalari demak, mana bu quyidagilar bor. Demak, mana bu bitta xarakterli nuqta A nuqta deymiz. Mana busi bitta xarakterli nuqta B deb ataymiz. Mana busi, mana bu yeri S nuqta desam, mana bu yerda D nuqta deb ataymiz. Kesuvchi parallel tekisliklar qayerdan o'tkaziladi degan nimaga javob beramiz. Kesuvchi parallel tekisliklar shu aniqlangan xarakterli nuqtalardan majburiy tarzda o'tkaziladi. Qolgan joylaridan esa ixtiyoriy yerdan parallel kesuvchi tekisliklar o'tkazilishi mumkin. Birinchisi, demak, mana shu. Demak, A nuqtadan alfa yordamchi kesuvchi tekislik o'tkazdiramiz. Alfa 1. Endi alfa 1 o'tkazdirdik. O'tkazdirganimizdan keyin demak bu kesuvchi tekislik. Demak, bu yerdan kesib yuqoridan olib tashladik. Mana bu yerda nima ko'rinadi? Albatta, mana bu radiusdagi yoki mana bu diametrdagi aylana ko'rinadi. Demak, biz shu aylanani chizib olamiz. Uning o'lchami demak mana bu 1 shtrix dedi. Demak, mana 1 shtrix yordamida demak mana buni chizib olaman. Mana chizib oldim. Endi hurmatli talabalar, e'tibor qarating. A nuqta necha yerda bo'ladi? Demak, bu yoqdan prizma tomonga ketyapti, demak, bu yerda mana bu yerda bitta kesib o'tadi, keyin kesib chiqish nuqtasi mana bu bo'ladi. Demak, mana bu. Biz buni bittasini A 1 shtrix desak, ikkinchisini A 1 deb ataymiz. Endi xuddi shuningdek, demak, A nuqtaning biz proyeksiyasini topdik. Demak, A nuqta shu
prizmaning uchi bo'lib hisoblanadi. Demak, mana topdik. Ikkinchisi, keling bitta ixtiyoriy nuqtasidan bitta yordamchi kesuvchi tekislik o'tkazdiramiz. Demak, mana bunday holat. Alfa 2. Endi buning proyeksiyasini topib olamiz. Demak, konusni markazidan asosigacha bo'lgan masofani o'lchaymiz mana buni. Va quyidagi nimani chizib aylanani chizib olamiz mana. Mana chizib oldik. Endi o'tkazgan parallel tekisligimiz silindrni qayerda kesib o'tdi? Albatta, mana bu yerda bitta va mana bu yerda kesib o'tdi. Biz mana busini birinchi nuqta deb belgilasam, mana buni ikkinchi nuqta deb belgilayman. Endi bu nuqtalarni proyeksiyasini topamiz. Birinchi nuqtaning proyeksiyasini topaman. Buning uchun demak, gorizontal proyeksiyasini mana bunday holatda topiladi. Mana bu nuqta bir shtrix deb ataladigan bo'lsa, demak mana bu nuqta bir shtrix deb ataladi. Endi ikkinchi nuqtani topamiz. Ikkinchi nuqta ham xuddi shu kabi topiladi. Demak, mana bu 2 1 deb ataladigan bo'lsa, 2 1 deb atalsa, mana busi 2 1 2 deb ataladi. Endi uchinchi kesuvchi yordamchi tekislikni o'tkazdiramiz. Buni D nuqta orqali o'tkazdiramiz. Buni alfa 3 deb atayman. Demak, D nuqta endi biz mana bu konusda asosidan yasovchisigacha bo'lgan masofani aniqlab, yana aylana chizib olamiz. Mana bunday holat mana. Yana aylana chizib olamiz mana. Demak, bu aylanamiz D nuqta mana bu yerga keladi. D nuqta nechta bo'ladi, hurmatli talabalar? To'g'ri topdingiz. D nuqta o'zi yasovchi bilan kesishib turibdi. Demak, D nuqta bitta bo'ladigan xolos. D1. Mana. D1 bo'ldi. Endi mana bu yerda uchinchi nuqta mavjud. Uchinchi. Demak, biz uchinchi nuqtani topamiz. Shunday qilib. Uchinchi nuqta nechta bo'ladi? Demak, kirishda va chiqishda bittadan bo'ladi. Demak, ikkita ekan. Demak, mana bu 3 1 shtrix bo'lsa, mana bu 3 1 bo'ladi. Hurmatli talabalar, biz qancha mana bu qadamni kichkina oladiganimizda shunchalik aniq chiqadi. Lekin hozirgi bizning nimamizda bu kichkina oladigan bo'lsak, mana bu yerlar juda ham chaplashib ketdi. Aniqligimiz, ya'ni chiziqlar o'zaro bir-biriga tutashib ketib qolib, sifatsizroq chiqadi. Shuning uchun men mana bu yerga ortiqcha nimani qo'ymayman-da va mana bu eng oxirgisi bo'yicha alfa 4 kesuvchi tekislikni o'tkazdiraman. Ya'ni bu BS nimalar orqali o'tkazdiramiz. Bu alfa 4 bo'ldi. Endi alfa 4 bo'ldi. Endi demak, bu yerdan konusni markazidan asosigacha bo'lgan masofani o'lchab turib, yana bitta aylana chizamiz mana. Aylana chizamiz. Endi S va B nuqtalarini gorizontal proyeksiyalarni topamiz. Demak, endi bu yerda S nuqta B
bitta mana bu yerda bo'ladi. D nuqtani bizda bu S1 bo'ldi, bu D1 bo'ldi. S nuqta shu yerda bo'ldi. Endi B nuqta. B nuqta demak mana bu yerda. B ştrix. Mana endi biz bu yerda sirtlarni o'zaro kesishuvini topib oldik. Endi bu nuqtalarni o'zaro birlashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz bu nuqtalarni o'zaro birlashtirishimiz kerak. Keling ajrab turish uchun, demak, bu chiziqlarni biz qizil chiziqlar yordamida birlashtirib qo'yamiz. Qarang, A nuqta. Demak, mana bu yerda A nuqta birinchi nuqta bilan mana birinchi nuqta bilan B üçüncü nuqta bilan üçüncü nuqta B nuqta bilan kesishyapti mana bunday holat. Endi xuddi shuningdek A shtrix ham bunisi bilan bunisi bilan bunisi esa bunisi bilan kesishyapti. Mana bunday holat. Endi A nuqta ikkinchi nuqta bilan D nuqta bilan birlashyapti. Demek mana bunday holat. Biz bularni birlashtirib qo'yamiz mana shunday holatda. Endi xuddi shunday D nuqta ikki shtrix bilan mana ikki shtrix bilan bu A nuqta bilan kesishyapti. Mana A nuqta bilan kesishdi. Endi hurmatli talabalar, bu yuqoridan qaraganimizda, endi ostidan qaraganimizda bu qanday ko'rinadi? Ostidan qaraganimizda demak mana bu yerda qanday ko'rinadi? Demak, B nuqtadan S nuqtagacha aylantirib chizishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu quyidagicha holat yuz beradi. Markaziga qo'yamiz va B S ni o'zaro birlashtirib qo'yamiz. Demak, men ko'rinish uchun mana nimani ustidan yurgizdirib qo'yyapman, shtrix chiziqda. Demak, mana bu chiziq, bu nimani ostidan qaraganda, demak mana shunday kesishuv chizig'i hosil bo'ladi. Ustidan qaraganimizda esa uning kesishuv chizig'i mana shunday holat bo'ladi. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.